Maktabda, institutda o'qiyman. Iloji boricha ro'molimni ixcham qilib o'rashim kerak, yordam bering deb o'tgan qizlarimiz, bu video sizlar uchun. Birinchi o'rinda ro'molni iloji boricha kichkinarog'ini va yupqarog'ini tanlaylar. Bu sizlarni ro'molinglarni ixchamroq o'ralishiga yordam beradi. Zastyoshka qadadinglar, oldini dumdumaroq qilib oldinglar. Mana bu ortiqchalarni olib, pastga yana bitta bulovka bilan qotirib oldinglar. Ro'molinglar уже ixcham bo'ldi. Endi bittasini orqaga, ikkinchisini bu yoq orqaga o'tkazamiz. Ro'molni ustidan, tagidan emas, ustidan boylab olasizlar. Mana. Mana bu ortiqchalarni ham orqaga bunday qilib kirgizib yuborsanglar bo'ladi. Oldini ham xuddi shunaqa to'g'rilab olasizlar. Mana. Ko'rdinglar-ya qizlar? Bundan ortiq ixcham o'rashni iloji yo'q. Qorani baribir o'ratishmaydi demanglar, iltimos qizlar. Rangi umuman ahamiyati yo'q. Xuddi shunaqa ro'moldan olib o'rasanglar bo'ldi.